Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugungi video darsimizda sizlar bilan 7-juft bosh nervi, ya'ni nervus facialisni anatomiyasini birgalikda o'rganamiz. Demak, nervus facialis uning o'zaklari miya ko'prigida joylashadi va uning 3 xil o'zagi mavjud, ya'ni sezuvchi, harakatlantiruvchi va parasimpatik o'zaklari mavjud. Demak, chizib o'rganamiz. Demak, o'rta miya, ko'prik, uzunchoq miya. Hop, o'rta miyaning orqa yuzasidagi tepaliklar, miyacha va silisiy yo'li hamda 4-qorincha. Hop, demak, 7-juft bosh miya nervining 3 xil o'zagi mavjud dedik. Ulardan birinchi jufti birinchi turi bu harakatlantiruvchi o'zagi nucleus nervus facialis yoki nucleus motorius nervus facialis desak ham bo'ladi. Demak, bu harakatlantiruvchi o'zak, u ko'prikda joylashadi. Ikkinchi o'zagi bu sezuvchi o'zagi esa uzunchoq miyada joylashgan yakka tutam o'zagidan iborat. Demak, nucleus tractus solitarius hisoblanadi bu. Nucleus tractus solitarius. Uchinchi o'zagi esa ko'prikda joylashgan parasimpatik o'zak. Nucleus salvatorius superior hisoblanadi, ya'ni yuqoriga so'rak ajratuvchi o'zakdan iborat. Bu o'zakdan chiqqan tarmoqlarning miyadan chiqish joyi esingizda bo'lsa, ko'prikning pastki lateral chekkasi va olivaning orasidan chiqib kelardi. Xuddi shunaqa o'sha joydan, demak, parasimpatik, sezuvchi va harakatlantiruvchi o'zakdan chiqqan tarmoqlar 6-nervni aylanib colliculus facialis hosil qilib ko'prikning orqa yuzasida chiqib kelar edi. Va bu nervni ikki xil turi mavjud desak ham bo'ladi. Tarkibida nervus intermedius, ya'ni oraliq nerv bor. Bu nervus intermedius, ya'ni parasimpatik va sezuvchi tarmoqlardan iborat. Asosiy tarmog'i esa 7-nerv harakatlantiruvchi bo'lganligi uchun uning motor yadrolaridan chiqqan tarmoqlari hisoblanadi. Xo'p, endi miyadan chiqqandan so'ng kalla suyagidan chiqishi kerak. Bu nerv kalla suyagining piramidasining ustida joylashgan. Demak, meatus acousticus internusga nerv kiradi. Ya'ni ichki eshituv yo'liga kiradi va ichki eshituv yo'lidan piramidaning ichida joylashgan o'zining kanaliga, Fallopiy kanali ham deyiladi yoki yuz kanalis facialisga kiradi. Kanalis facialis xuddi shunaqa tizzasimon kanal hisoblanadi va bu nerv ham xuddi kanalning yo'nalishi bo'ylab tizzasimon shaklda yo'naladi va shu yerda nervning demak gangliyasi hosil bo'ladi. Bu gangliya esa sezuvchi tarmoqlarning o'zaklaridan hosil bo'ladi. Demak, sezuvchi tarmoqlari ganglion geniculum, ya'ni tizza tugunida o'zining yadrolarini joylashtiradi. Parasimpatik tolalar esa ganglionning ichidan shunchaki o'tib ketadi. Harakatlantiruvchi tarmoqlar ganglionning ichiga kirmaydi, uni demak pastki qismidan kanalning ichidan o'tib ketadi. Xo'p, endi shu joyga kelganda biz yuz nervining tarmoqlarini ikki qismga bo'lib olishimiz mumkin, ya'ni uning kanal ichidagi tarmoqlari hamda kanaldan chiqqandan so'ng hosil qiladigan tarmoqlari. Dastlab kanal ichidagi tarmoqlar bilan tanishamiz. Demak, kanal ichida yuz nervi o'zidan 3 ta tarmoq beradi. Shulardan birinchisi faqat parasimpatik tarmoqlardan hosil bo'lgan, faqat parasimpatik tolalardan hosil bo'lgan nervus petrosus major tarmoq hisoblanadi, ya'ni katta tosh nervi. Bu tarmoq kanaldan o'zining nomidagi tirqishdan chiqadi va chakka suyagining piramidasining ustida joylashgan sulcusdan yo'naladi. Bu demak kalla suyagining ustki qismiga chiqib oldi, chakka suyagining ustidan yo'nalib, yirtiq teshik foramen laterum orqali kallaning pastki bo'shlig'iga o'tib oladi va qanot tanglay chuqurchasiga boradi. Qanot tanglay kanalining ichiga kirib, o'zining nomidagi simpatik tugundan kelgan nerv bilan nervus canalis pterygidiani, ya'ni kanal ichidagi nervni hosil qiladi va bular birgalikda ganglion pterygopalatinumga borib qo'shiladi, ya'ni qanot tanglay tuguniga borib qo'shiladi. Xo'p, endi kanal ichidan chiqadigan ikkinchi tarmog'i esa bu harakatlantiruvchi tarmoq, ya'ni harakatlantiruvchi tolalardan chiqqan nervus stapedius tarmog'i hisoblanadi.
Bu uzangi mushagi, bittagina o'zini nomidagi mushakdan borib, demak, innervatsiya qilib beradi. Xo'p, kanal ichidagi tarmoqlardan 3-tarmoq esa bu bizda harakatlantiruvchi hamda parasimpatik tolalardan hosil bo'lgan, demak, parasimpatik keladi va harakatlantiruvchi debman, sezuvchi tarmoqlardan hosil bo'lgan. Demak, 3-nervimiz bu xorda timpani hisoblanadi. Xorda timpani, ya'ni nog'ora torin nervi. Xorda timpani, demak, nog'ora bo'shlig'iga boradi, cavum timpaniga boradi va u yerdan parasimpatik hamda sezuvchi tarmoqlar cavum timpanidan fissura petrotimpanika vositasida tashqariga chiqadi va tashqariga chiqib sezuvchilari, demak, tilga boradi. Tilni oldingi 3dan 2 qismini ta'm bilishini ta'minlaydi. 5-nervdan chiqqan nervus lingualis bilan birga qo'shilib boradi. Esingizda bo'lsa, 5-nervning nervus lingualis tarmog'i tilning oldingi 3dan 2 qismidagi og'rig'ini hamda haroratini ta'minlar edi. Bizdan 7-nervdan hosil bo'lgan, demak, xorda timpanining sezuvchi tarmog'i tilning oldingi 3dan 2 qismidagi, demak, ta'm bilish retseptorlarini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Uning parasimpatik tarmog'i esa fissura petrotimpanikadan chiqqandan so'ng ikkita so'lak bezlariga boradi. Bular, demak, glandula submandibulari va glandula sublingualilarga boradi. Ya'ni jag' osti va til osti so'lak bezlariga borib, ularni parasimpatik tolalar bilan ta'minlaydi. Va bu ta'minot, biz bilamizki, bular so'lak bezlari, u bezlardan so'lak ajralishini ko'paytirishga xizmat qiladi. Xo'p, endi keyingi tarmoqlarimiz bu kanaldan chiqqandan keyin hosil bo'ladigan yuz nervining tarmoqlari hisoblanadi. Yuz nervi kanaldan foramen stila mastoideus teshigi yordamida tashqariga chiqadi. Demak, bigitsimo, so'rg'isimo teshik yordamida. Kanaldan uning faqatgina harakatlantiruvchi tarmoqlari chiqib keladi va kanaldan chiqishi bilan o'sha atrofda joylashgan mushaklarga o'zining, demak, tarmoqlarini beradi. Birinchi tarmog'i bu, demak, ramus auricularis posterior tarmog'i. Bu tarmoq, demak, peshona ensa mushagining ensa qorinchasini hamda quloqning orqa mushagini innervatsiya qiladi. Ikkinchi tarmog'i bu nervus digastricus tarmog'i, ikki qorinchali mushakning orqa qorinchasini innervatsiya qiladi. Uchinchi tarmog'i esa nervus styloideus tarmog'i. Bu tarmoq o'zining nomidagi mushakni innervatsiya qiladi va shundan keyin, demak, 7-nerv quloq oldi tuguniga boradi. Glandula parotidiyaga boradi va quloq oldi tugunining ichiga kirib, u yerda tarmoqlanadi va u tarmoqlar chigal hosil qiladi. Va quloq oldi ichidagi chigalni hosil qiladi, ya'ni plexus intraparotidiya chigalni hosil qiladi. Va bu chigaldan yuzning mimika mushaklarini innervatsiya qiluvchi 5 ta tarmoq chiqib keladi. Xuddi shu 5 ta tarmoqni bizda katta g'oz panja deyiladi. Demak, bu tarmoqlardan birinchisi bu ramus temporalis tarmog'i, ikkinchisi ramus zygomaticus tarmog'i, uchinchisi ramus buccalis tarmog'i, to'rtinchisi ramus marginalis mandibularis, beshinchisi esa ramus colli, ya'ni bo'yinga boruvchi tarmoq hisoblanadi. Xuddi shu, demak, temporalis, zygomaticus, buccalis, marginalis mandibularis hamda colli bo'lib, yuzdagi barcha mimika mushaklarini innervatsiya qiladi. Shulardan, demak, birinchisi ramus temporalis. Peshona sohasiga yo'naladi dedik. Bu, demak, ko'zning yuqorgi qismi va peshona sohasida joylashgan mushaklarni, mimika mushaklarini innervatsiya qiladi. Ya'ni qoshlarni ko'taruvchi, ularni yaqinlashtiruvchi peshona mushagini va bundan tashqari, demak, chakkaning yuqorgi mushagini hamda ko'zning aylana mushaklarini innervatsiya qiladi. Ikkinchi tarmoq esa ramus zygomaticus tarmog'i. Ramus zygomaticus ko'zning aylana mushagini va katta yonoq mushaklarini, bundan tashqari kichik yonoq mushaklarini innervatsiya qiladi. Uchinchi tarmoq esa ramus buccalis tarmog'i hisoblanadi. Ramus buccalis tarmog'i lunch mushagini, bu ham yuqoriga va pastga yo'naladi. Lunch mushagini, demak, katta va kichik yonoq mushaklarini, lablarni yuqoriga ko'taruvchi, bundan tashqari, demak, lab burchagini yuqoriga ko'taruvchi kulgich mushaklarini innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Keyingi nervimiz esa ramus marginalis mandibularis. Bu nerv, bu tarmoq, demak,
pastki tomonni o'sha marginalis mandibularis demak pastdan keladida, og'iz burchagini pastga tushiruvchi mushakni, og'izning pastga aylanan mushagini va demak engak sohasida joylashgan mushakni innervatsiya qiladi. Va oxirgi tarmog'i ramus colli bo'lib, demak bo'yin sohasidagi bo'yinning teri osti mushagini innervatsiya qiladi, musculus platysmani. Xo'p, demak bu bizda 7-juft bosh miya nervi edi va uning asosiy tarmoqlari harakatlantiruvchi va sezuvchi hamda parasimpatik tarmoqlari mavjud. Demak, eslab qolishimiz kerak, 7-bosh miya nervi bizda yuzdagi mimika mushaklarini innervatsiya qiladi va uning zararlanishi xuddi shu mushaklarning falajligiga olib keladi. Va bundan tashqari kanalning qaysi sohasidagi zararlanish bo'ladigan bo'lsa, xuddi o'sha sohalarga xos bo'lgan simptomatika kuzatiladi. Demak, bizning bugungi yuz nerv anatomiyasiga bag'ishlangan video darsimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatib borishda davom eting. Biz keyingi darslarda sizlarga nafaqat anatomiya, balki nevrologiyaning klinikasiga doir video darsliklarni ham taqdim qilamiz va bizga obuna bo'lib qolishni unutmang.